Sparkchilar, sho'ttamisizlar? Aynan sizlar uchun hozir obzori bombasi bo'ladi. Katta bolalarning mashinasi deb Gentra'ni maqtab chiqdinglar, lekin uyda inomarka, qo'lida ikkitalab iPhone tutib olgan Sparkchi skromniy akalarga nima dedinglar? Bu mashinaga yaxshilab mehr berib, bitta tuning qilib olsanglar, BMW o'zi bo'ladi. Bu toychoni Toshkent ko'chalarida o'ziga yarasha obro'si bor, ayniqsa Sabrda. Umuman olganda Spark qulay va energiyaga samarali, shahar ichida harakatlanish uchun eng ideal avtomobil. Так что bu akalar bilan shashqavat qilishni foydasi yo'q. Bolajonlar, o'zingizlar eshityapsizlar-ku ovozini. Uncha-munchasini aqliga emas, bunaqa zvuk bilan yurish. Sizlarning mashinanglar buni oldida mabodo o'tib qolsa ham qaltirab qolmasin. Sparkchi akalar yo'q u bo'ladi, yo'q bu bo'ladi demaymiz. Ular muhimi ishligisini joy-joyiga qo'yib qo'ygan bo'ladi. Bu videoni Sparkchi skromniy akalarga yuborib qo'yamiz.